Assalomu alaykum. Mana birinchi shiftga kelgan holatim mana tezroq ko'rganlar. Xuddi birov majburlab akam olib kelgan bo'lganlari uchun ular raylarini qaytarib olib kelganman. O'zimga xossa kelmasdim. Bu produksiya to'g'risida men ham 6 oy oldin eshitganman. Keyin uni gruppalarga qo'shishgan. Ishonmay chiqib ketganman. Shuncha kasalim bor. Bu qayerdan nima bo'ladi? Qayerdan to'g'ri bo'ladi? No kelganimda holatim buni ko'rganlar, bunaqa juda og'ir holatda bo'lganman. Og'ir qanaqa yurib kelganim bilan ham ichimdagi kasallik, ichimdagi problemalarim juda kuchli bo'lgan. Birinchisi gapira olmasdim. Holsizligimdanmi keyin yig'lab qo'ydim. Chunki menda sahar bor, davleniya bor, jigar kasalligi, pochkamda muammo, tuzlik ko'p edi, ularni toshga o'tib ketadi. Xullas juda ko'p har xil dori. Asosiy nima saharim borligi uchun 4 mahal insulindaman. 3 mahali edim. Ovqatdan oldin 1 mahali kechqurunga qilinadi sahar hisoblanadi. Saharim oshib ketaveradi. Shuncha narsa olsam ham, shuncha insulin olsam ham, undan tashqari saharga dori ichaman. Keyin bo'tga kelgandan keyin bularni taklifini ma'qullagan holda olib ketdik o'sha mahsulotlarni. İçişi boshladim. Birinchi kunda o'zimda ozgina o'zgarish sezdim. Ikkinchi kunda qanaqadir kuch, energiya sezdim. Nastroyeniyam ko'tarilgan, gaplasha oldim. Gaplashgim kelmas edi. Men kelardim, ishxonada ham hech kim bilan gaplashmadim. Qayerda ishlaysiz? Shahar bolalar diagnostika markazida laboratoriyada zavедующий bo'lib ishlayman. Hozir laboratoriya asosan analizda bo'yicha bo'lgani uchun o'zim analizim har kuni kuzatib boraman. Keyin shu ichishni boshlagan ikkinchi kundan o'zgarishim, uchinchi kundan umuman tushunmayapman nima bo'layotganini, nastreniya yaxshi, gaplashishga kiryapman. Men sahar yeyapti, men sahar kasalim, bu kasalim yeyapti. Ishdan keyin borib faqat yotaveraman. Uchinchi kundan uni samostoятельно ovqat qilishligi, narsalarga qiziqishligi hammasi boshlandi. Shundan bu yog'iga уже men ichib ko'p rezultatlar oldim. Misol uchun mana ko'zim xiralashyapti. Bilardim sahardan shunaqa bo'lardi. Bilardim sahardan hamma mendek holatda bo'ladi. Demak, men sahar yeyotdim, tushkunlikka tushib, o'zim уже og'ir kasallikka tayyorlayotgan holatda bo'lib qoldim. Ko'zimda nima ham ketdi. Men ko'zim постоянно yosh chiqib kelaverardi, yoshlanib turardi. Doktorlarga borganman. Hammasi bittasi operatsiya, bittasi qo'rqqanimdan hech qaysisiga bormasdan yuraverardim. Ko'zimdan mana shu steklanniy glaza u тебя как-то deb gapirishardi. O'sha xiralashishga kuchli edi. Ko'rish qobiliyatim sezonman уже kundan kunga sezdim ham bo'ldi ham bu narsa. Juda ham yaxshi joyga tushdi. Asab, ishtaha titrab qaltirab ketardim. Unaqalar sekin-sekin normaga tushdi. 3 mahal olinadigan ovqatdan oldingi navratritni sekin-sekin kamaytirib ko'rdim o'zim uchun. Oldin o'sha ukolni qilmasam, qaltirashim o'tmas edi-da ovqat yeganimdan keyin. Oldin qilib keyin ovqatlanardim. Bu holatdan ham chiqdim. 3 mahalli insulindan ham chiqdim. Hozir 1 mahalli insulindaman. U samasa bo'yi sekin-sekin chiqib ketadi. За какой период? 1 oy. 1 oydan beri ichib mahsulotni. 2 haftada bir mahaldan kamaytirdim-da. Bir mahalda olib tashladim. 2 haftaligini. Hozir 2 gram ichasizmi yo 1 gram? Nima? Hozir 0.5. Keyin o'sha hammasi yaxshi bo'layotgan paytda bizda hammadan anaqasi Covid bo'lib qoldi. Men faqat qo'rqqanim saharim oshib ketdi. Meni ham o'sha yomon holatga tushib qolmadim. U riski oilamizda hammamizga tarqab ketdi. Bu narsani keyin bular bilan gaplashsam, ha sizda ham boshlandimi dedilar. Keyin shundan ko'paytiring. Aytgan normalarni ko'paytirib ichdim. Men o'sha Covidni 4-5 kunidan уже hech narsa bo'lmagan holatga tushdim-da. O'g'lim adasida hali ham mana повторный topshirdik 2 hafta deganda menda отрицательный chiqdi. Men o'sha 4-5 kundan уже oyoqqa turib, ularga qarab, o'sha ovqat hamma narsaga uylab ketdim. Unaqa yotib qoladigan darajada bo'lmadim. Ichib yurgan bo'lganim uchun ham menda bu narsa yengil o'tdi. Ularda hali davom etyapti. Ularda holsizlik, ichinglar desiz, ichishmadi ular. Keyin o'zim proba qilish uchun ularga ham berdim. Mana 3 kundan beri sal ishtahaga kirib, sal turyaptilar, men ham borsam, mana ichaman. Shunda o'zlarini tayyorlayaptilar. Nasib qilsa Xudo xolasa, ular ham keladilar, albatta shu narsani olib
ichamiz, lekin o'zimga maqsad qo'ydim, ichak dorilardan ko'ra, dorilar to'g'ri, qanaqadir vaqtga to'xtatib beryapti-da, bu kasallik yo'q bo'lib ketolmayapti. Ma'lum bir vaqtgacha ichaman-da, qanaqadir vaqtda to'xtatib qo'ysam, yo'q, shu dorini qolmadi, dorini olishim kerak, vaqtmada pulib yana dorini olib, yana ichishga to'g'ri keladi. Yo'q, bunda umuman boshqa narsa. Maqsad qo'ydim. Albatta bu yo'lda faqat shuni ichib yurish kerak. Chunki kuch, quvvat hammasini oldim, kerakli narsa. Ovqat hazm qilish jarayoni butkul o'sha 4-5 kundan yengillik sezdim. Jahmi narsa yeyishga unaqa o'chamasman. Shirinliklarni samasa bo'y xohish bo'lmayapti. Unaqa qaltirab ketib, qonim o'chib, ko'p yeyishlar ham yo'q. O'zi normasiga tushirib qo'yasiz. Yani sahriydan bo'lib ketadi. Sahrim 12-13 yurar edi. Eng pasti 11-6 edi. Hozir 7 da yuribman. Xolesteriningiz ham ekan. Xolesterinim постоянно 9,5 9,7 yurardi, 5,5 ga tushdi xolesterin. Bundan anaqa ichish jarayonida men analizlarni o'zim qilib kuzatib bordim. Bo'layotgan bu haftasiga o'zgarish bo'lib, bugungi natijam bilan keldim, natijalarim sumkamda turibdi. Nano balzami faqatgina o'sha perfeksiya bilan vitalitini o'zidan shuncha rezultat bor deysiz. Hozirgi vaqtda hali yana menda u yog'iga 2 oy bor. Balki Xudo xohlasa bundan uyog'iga ham yaxshi natijada bo'ladi. Men unaqa nima aytaman, holsizlik, men bu yo'toqchilar hozir yo'q, energiyaga kirib, qatliga kirib borgim keladi, qatliga. Men faqat uyga borib yotsamdir. Unaqa narsalar yo'q. Shunaqa holat bo'lyapti. Uyga kirib qo'yaydi. Shunaqa nimalarda endi nima deb настроением ko'tarib yaxshi yurganim uchun Xudoga shukr, yaxshi natijalar bor. Aytolman, Xudo xolisa bu yog'iga dorilarimni kamaytirib tashlaganman. Ancha ko'p, kuniga misol uchun 17 ta 18 ta dori ichaman. Shularni hammasini sekin-sekin o'zim uchun kamaytirgan holatimda hozir bitta insulin bilan ertalabki sahar ichayotgan dorini, davleniyaga 3 xil dori ichardim. Hammasini to'xtatdim. Davleniyam hali bir marta oshmadi shu vaqt ichida. Faqat stabilni 110-120 ga yetib yuribman. 110-120. Bu men uchun juda ham normal. Suv bilan o'sha ichish. Rahmat, sog' bo'ling. Boshqalarga ham yordam bering.